tushiradi. To'ppa-to'g'ri. Sen uchun dunyolarga o't qo'yadigan dadang bor. Meni dunyolarga alishmaydigan asal qizim bor. Orqangda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, hoppa. Hop. Ay, jiyanim qizim. Voy tavba, o'zi to'rtta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urushga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birantasiga kuching yetmasa tosh bilan soqama. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im og'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidan nechi puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina prashka biringni sanmikin? Yo'q, urushib tashiydi-da. Inajonisi qoningiz ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga 4 siqilin shashlik abiraman. Chisi qo'yanchiq odam qanday bo'ldi menga eshakdek bo'lib qoldi ekan? Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon Jerjanga rashk kampir yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, alundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib suv yedim-ki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotadigan, yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga jinurdimikan? Yo, prankmisiz? Voy, inajonisi menga erga tepsiga ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juring sizga boshiga sarpa abiraman. Cho'tdan yetadi. Bu o'zingning jagir bir nimani boshlamayaptimikan? Mash magazindagi hamma kiyimlar bittagina naskcham juvishini arzimaydi inajonisi. Juring komfort taksi kutib qoldi. Endi bildim. Bu so'lam soxta точно bizni juvonmakni topib olgan. Hozir uyga borib yoram. Dada! Kızım, açanım. Mana senga. Mana ortgan pul keragini ishlatasan. Kerak emas, qo'shaman turib menga sujunonlik qilmang. Bittasini tomog'ansizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimcha kim? Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz.